Assalomu alaykum mushtablik qarindoshlar. Shu atdigan yog'i yezilayotgan yozmalar, so'zlanayotgan so'zlarga qarata ozroq gap qilg'im keldi qarindoshlar. Endi bu so'zim nurg'un qarindoshlarga bir topitani peshonasiga qo'ygandek so'z bo'lib qilishi mumkin. Qandaq vaqtda bir so'z topitaniga aylanib qoladi desa, bir odam bir ishni qilaman deb qilmasa, sen qilaman deb qilmading deb shu ishni topitani qilamiz ashna. Peshonasiga qo'yaveramiz. Endi peshonasiga qo'ymasak, toptani qilmasak, shu so'zni do'q qilmasak, o'ziga qaytirib bermasak, yomonmi yuzi qilin bo'lib ketaylik bu odamlar uchun. Ashundoq bir narsalarni o'tirg'a chiqib olib, o'zini taqvo ko'rsatib, o'zini mujohid ko'rsatib, o'zini dini islom shunda amal qilayotgan odamdek qilib ko'rsatib, endi shuning bilan millatni aldab, mollasi Alloh bilan adam aldab, Allah bilan adam aldab, ergashkuchilari ashundoq ixlosmand odamdek o'zini mujohid ko'rsatib adam aldab, mana shunday ketib qolgan bir millat biz. Endi gapni shu atganingizda aytilgan, yozilgan shu Hamas masalasidan boshlasak. Hamasni qandaq bir tashkilot desak, bizning butun ulamolar birligidan nurg'un ulamolar ko'p sonliqi Hamasni bir mujohidlar qo'shuni, ajoyib bir qo'shin, ajoyib bir tashkilot, ajoyib bir jamoat, jon berayotgan bir jamoat deydi. Uni shunda qo'llaydi. Uning arkasida shundoq turdi. Lekin shu Hamas degan shu tashkilotning g'olliq a'zosi bo'lmasimi, shularning sepiga qitilib Isroilga qarshi bir kurash qilayotgan bir tal Uyg'ur yo'q. Hattoki Falastinga g'ayrimusulmonlarning ayollaridan tortib, erlaridan tortib, ashaga berib, tomoq taqitadigan, yordamlashadigan, davolash ishlariga, buningga ashada to'pidan ash bomba yig'ib qatnashib, shu yerda insonlik rolini joriy qildirayotgan insonlar bor. Bizning shu Hamasni qo'llaydigan, Falastinni qo'llaydigan odamlarimiz shu desa, asos jihatdan hammasi jiroqda turib olib qo'llaydi. Uyak berayotgani yo'q. O'limodan tortib, haliga o'zini mujohid chaqlaydigan, o'zini taqvo chaqlaydigan, nayt ixlosmand musulmon chaqlaydigandan tortib, hech kim u sabda yo'q. Odam hayron qoladi uningga. Undan boshqa, mushu g'arb dunyosida turib, Yevropada turib, Afg'onistonni Qur'on sunnat bo'yicha ketib qolgan haqiqiy bir islomiy jamiyat u deydi. Yevropadagisi emas. Ash ulamolar birligidan so'rasaqmi, butun ulamolarimizdan so'rasaqmi, yo'q u Qur'on sunnat ketib qolgan bir davlat emas. Qur'on sunnat degan unda bo'lmaydi. Demaydi. Uchiq oshkora Qur'on sunnatiga unda bo'lmaydi. Agar Qur'on sunnat unda bo'lib qolsa, bu musulmon qanday bo'lib qoldi demaydi. Biz-chu davrimiz biz. Qur'on sunnat ashunda bo'lib qolsa, bu din qanday din bo'lib qoladi? Sizlar mo'min bo'lsanglar ustun bo'lasizlar dedi Alloh. Ustun bo'lasizlar dedi. Demak, ular Qur'on sunnat to'g'ri amal qilayotgan bir hokimiyat, bir xalq bo'lgan bo'lsa, ular nimani ustun, qaysi jihati ustun ular? Nimada ustun? Bütün yo'qsizlik, xorliq, xurofot, bid'atchilik, to'ptarat, maynatchilik. Ashuning ichida yashaydi. Albatta ularning ustun tarafi qaysi desa, millatchilik ruhidan o'rganishga bo'ladi. Har qanday tajovuzchiga bo'yagmaydigan, tajovuzchiga qarishtiradigan, tajovuzchiga qarishtirib o'zining ziminiga kirganlarni jon berib, mol berib, qo'g'lab chiqarib o'tadigan, hech qanday mustamlikchilikka tan bermaydigan ashundoq bir millat. Lekin hozirgi ketib qolgan yo'lini, tutayotgan yo'lini, urf-odatlarini, kiyinishlaridan tortib, boshqa musulmonlarga tutayotgan pozitsiyalardan tortib,
pozitsiyalardan tortib qilayotgan Qur'on sunnat deb qilayotgan ishlarni Qur'onga solsangiz, Qur'on bilan islom bilan hech qanday aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Ashuni mushu Yevropada turibmi Qur'on sunnat bilan ketib boradi. Ularga til tekkizmanglar deydi. Yo'q, ashlar Qur'on sunnat bilan ketib borgan bo'lsa, ular Allohning yaratuvchi sifatini inkor qiladigan, ashu vijdonsiz bizni dafsandi qilayotgan, bizni talon-taroj qilayotgan, zaminimizni talon-taroj qilib, odamlarimizning ustidan irqiy qirg'inchilik elib berib, onalarimizdan tortib, singillarimizdan tortib, qizlarimizdan tortib bosqinchilik qilib, o'ltirib, dafsandi qilayotgan, ashu Allohning yaratuvchi sifatini inkor qilgan, ashu vijdonsiz kofir bilan eng yaqin bir davlat bo'lib o'tmaydi. Qur'on sunnatga amal qilgan millat ashuning bilan ashu darajada apaq-chapaq bo'lib o'tib, ashu darajada yurishning o'zi Qur'on sunnatmi? Qanday Qur'on sunnat bo'ladi bu? Qanday Qur'on sunnat bo'ladi? Endi gapning asosiy odamning ochiq keldigan yeriga kelsak nima desa, ashu Qur'on sunnat ashu ularga til tekkizmanglar. Haqiqiy Qur'on sunnat bo'yicha ketib bordi ular. Da'vatqanlarning hech qaysi shu Qur'on sunnat bo'yicha yashayotgan yerga bormaydi. Yevropada turib, dunyoning mushu g'arb dunyosining ba'zi davlatlarida turib, ashuni Qur'on sunnat u deb so'zlab ketib qolgan ba'zi odamlar o'zi ixtiyorlik bilan teqib bormaydi. Hattoki mushu davlatlar sana 100 ming dollar pul beray, ma bizning vatandoshligimizdan chiq, Afg'oniston Qur'on sunnatga ket desa, pochiqiga eslib oladi ma davlatniki. Bormaydi. Nimish kitobni qilamiz desa, sizlar asos chatdan o'zinglar qo'llamaydigan, o'zinglar yenida turmaydigan, o'zinglar o sapning ichiga kirib hech qanday shu Falastinning dushmaniga qarshi hech qanday inqilobni qilmaysizlar, hatto bir tomoq to'shaydigan ishig'imi yaramaysizlar. Qachonni qarshi shu Falastin, Hamas, dunyo kofirlari deb so'zlaysizlar. Afg'onistonga yuqorida deganimdek 100 ming dollar beray, sen ketajuga ashaga, ma bizning vatandoshligimizdan chiq desa, Alloh bilan qasam qilma bir odam chiqmaydi bu ketadigan. Chiqmaydi. Mushu darajada nomussiz, mushu darajada vijdonsiz, mushu darajada o'zining og'zidan chiqqan amal qilmaydigan. Ashundoq insonlar nimani qo'llayotganligini, vaqt kelib shu qo'llayotgan narsaning orqasida turolmaydiganligini bilib turibchi desa, millatni aldaydi. Millatga saxtipazlik qiladi. O'zini taqvo ko'rsatadi. O'zini xuddi jannatning ochiq uchun ikki tarafga isvoga odamdek ko'rsatadi. Amaliyotda munofiq insonlar shu. Asosiyatda munofiq insonlar. U qanday Qur'on sunnatga amal qiladigan davlat bo'ladi Afg'oniston? Qur'on sunnat ashulab qolsa bu islom dini qanday bo'ladi? Qur'on sunnatga amal qilgan ashu davlat Xitoydan boshqa do'sti yo'q-ku. Eng yaqin do'sti Xitoy-ku. Agar Qur'on sunnatga amal qiladigan shusi uningdan itoatni ayrisi bo'ladi-ku. Uning bilan berish kelishni hamma nimani ayrisi bo'ladi-ku. Ayrisi bo'ladi da'vat qilamiz. Qur'on sunnat emas, sening Qur'on sunnat tushunchang bo'yicha eshsaq ayrisi bo'ladi-ku. Nurg'un atrofidagi kofir davlatlar bilan hech qanday aloqamiz bo'ladi-ku. Dunyoda atrofida shu davlatning, shu Afg'onistonning, shu Talibanning atrofida nurg'un musulmon davlatlar bor. Ashning bilan Xitoy bilan o'tayotganchilik apaq-chapaq o'tamda o'tmaydi. Ashuma o Qur'on sunnat. Ashuma bir odam garmon chap qo'ysa, chiqib ursa, qizvolani qat'iy o'qitmasa, uyiga solapli qo'ysa, bu Allohning o'qi, bo'l, amal qil degan oyatlari ayol kishilar uningdan mustasno ekan. Sen ashu Qur'on sunnat degan bo'lsa, berib qizlaringni, bolalarni elib berib, shu Qur'on sunnatga amal qilib, bolalarni, qizlaringni 10 yoshdan keyin agi berib, ashada yashasang bo'ladi-ku.
Lekin bu da'vatqınının hemmisi yalgan qo'ya qolsiningki. Hamasni qo'llayotganingmi yolg'on, Falastinni qo'llayotganingmi yolg'on, Falastinga berib, uyaga berib bir xalqqa bir tomoq to'shishga yaramaysa yoki shu jangning ichidami yo'q hech qolsang, ichidami yo'q. Aş ölüma davatqanlarından sorusunu Kur'an sünnet mi aşu dese ya Kur'an sünnet emas o dep delenmeydi bizge okşaş. Emas Kur'an sünnet unda bolmaydı delenmeydi. Çünkü aşını Kur'an sünnet dep ügengen. Lekin ügengen bolsan aşı ügengen nersenge emel kılıp berip şu yedi yaşap bıkıkça kalsın. Avrupa'da türü bilip Avrupa'da türüp eşeğini Kur'an sünnet davatqanlar 100 bin dolar bäsi bämay seviyege. Unda qo'ygan ekan yig'ib aytganda ma millatga dushmanni jiqtab bermay qo'ng'ongni qisishib ozroq gap qilib yashasang bo'ladi. Ma millatga riyoxo'rlik qilib bermay bu millatning oldidagi eng jannat kiradigan avangardlar qo'shuvini ko'rsatmay o'zingni vijdoning bilan iymoning bilan munofiqlikni o'ttirib qo'ymasdan haqiqiy vijdon bilan iymon bilan yashasang bo'ladi asosiyatdan.